videodan keyin aptekalarni mutlaq hayotingizdan chiqarib yuborasiz. Hozirda ko'pchilikni qiynayotgan shamollash, tomoq og'rig'i, isitma chiqishi kasalliklariga davo bo'luvchi ziravor haqida gaplashamiz. Qalampir munchoq shamollashda samarali vosita, mukammal antiseptik hisoblanadi. U og'riq va spazmlarni kamaytiradi, teridagi kichik yaralarni davolashda yordam beradi, ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi va ishtahani pasayishi bilan kurashadi. Og'iz hidlanishida qo'l keladi. Bundan tashqari uni sharq mamlakatlarida suyak to'qimasi va qon tomirlarini mustahkamlaydi. Saraton hujayralarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Asab tizimini tinchlantiradi deb ta'kidlash. 4 ta 5 ta donasini bir stakan suvga damlaysiz. Ichib yoki og'izni chayqab yursangiz bo'ladi. Yoki bir donasi shundoq olib og'izga tashlab shimib yursangiz ham bo'ladi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, eng yaqiningizga tashlab qo'ying.